Xitay, Sharqi Turkistonda atalmış tərbiyələş mərkəzləri namida yo'lga qo'ygan yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarni arzon əmgəkçi o'rnida Xitayning har qaysi joylaridagi zavodlarga avatmoqda. Janubiy Xitay səhər gezisining xabar qilishicha, bu lagerlardan qo'yib berilgan 10 minglagan Uyg'urlarga qaratilgan planning yana bir qismi ekan. Xəvərdə Wuhan virusi səbəbli Xitay iqtisadi ağır zərbəyə uçurayotgan bolsa-mı, bu orqali tənqidga uçurayotgan lager siyosatining g'alabasini ko'rsatishni maqsad qilganligi ilgari surilgan. Bu asosda Xitoyning yuqori texnikalik ishlab chiqarish markazi bo'lgan Shinjongga 50 ming, Shaogun shahriga 30 ming kishi avatilgan. Avstraliya strategik siyosat instituti e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning 2017-yildan 2019-yilgacha 80 mingdan ortiq Uyg'urlarni Xitoyning o'lkalardagi zavodlarga avatganligi o'ttirib qo'yilgan. Sharqi Turkistonda yuz berayotgan zulm va insoniyatga qarshi jinoyatlarni ommaviy taratqularda tilga olgan turk san'atkor Haluk Levent o'ziga norozilik bildirganlarga inkos qaytardi. Millionlagan oilani vayron qilgan va millionlagan kishini yig'ilish lagerlariga qamagan san'atkor, ziyoli va olimlarni rayimsizlarcha yo'qotayotgan Xitoyga Turkiyada norozilik bildirganlarga bo'lsa, Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni buzayotdi. Xitoy Turkiyaning do'sti, bu Amerikaning o'yini degandek ayblashlarga uchirmoqda. Yaqinda Sharqi Turkiston haqida yo'llagan tweeti bilan diqqat tortgan Haluk Levent bu xil ayblashlarga inkos qaytardi. U ommaviy taratquv hisobida uchur yo'llab Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni buzisizlar deyilyotdi. Men Sharqi Turkistonlik nurg'un oilani kutib oldim. Hammasi o'xshash bo'lmagan shaharlardan kelganlar. Hammasi yolg'on aytamdi. Hammasi ko'z yoshlari bilan anglatdi. Demak, u yerda zulm bor dedi. Xitoy hakerlarning Amerikadagi Wuhan virusiga qarshi elib berayotgan vaksina tədqiqatı to'g'risidagi uchurlarni o'g'irlamoqchi bo'lganligi haqidagi ayblashlarni inkor qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Beyjingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy hakerlarining Amerikaning Wuhan virusi tədqiqatı to'g'risidagi uchurlarni o'g'irlamoqchi bo'layotganligi haqidagi ayblashlar to'g'riliq to'xtalib, bu ayblashni pakitsiz, tuhmat, to'qilma va axloqsiz dedi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi va Davlat bexatarlik ministerligi Xitoy hakerlarini Amerikaning Wuhan virusi vaksinasi tədqiqatı to'g'risidagi uchurlarni o'g'irlashga urindi deb ayblagan. Doiralar bu haqda Xitoyga ogohlantirish avatadiganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimini qayta suhbatlashmaydiganligini aytdi. Oqsaroyda axborot e'lon qilish yig'ini ochgan Donald Trump Xitoyning suhbatni qayta boshlash talabiga munosabatlik savolga "Men qiziqmayman. Ular imzolagan kelishimda chang turamda yo'q, ko'rimiz" deb javob berdi. U mundaq dedi: "Men anladim. Ular o'zlarining manfaatini qo'g'daydigan kelishim uchun suhbatni yana boshlamoqchi. Ammo men buningga qilchi qiziqmayman." 18 oy davomlashgan savdo urushidan keyin birinchi oyda Washington bilan Beyjing o'rtasida birinchi bosqichlik kelishim imzolandi. Kelishimga asosan Amerika Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha tamojna beji planini vaqtincha to'xtatishga, Beyjing bo'lsa Amerikadan import miqdorini oshirishga va'da bergan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Aksoy, Misr, Gretsiya, Janubiy Siprus, Fransiya va Arab Birlashma Xalifaligining birlashma xitobnomasi to'g'risidagi ministrlikqa avatilgan savolga yozma javob berdi. Aksoy mundaq dedi: Misr, Gretsiya, Janubiy Siprus, Fransiya va Arab Birlashma Xalifaligi diplomatiya ministrlari Sharqi O'rta dengiz va Liviya to'g'risida tarqatgan birlashma xitobnoma ular yo'lga qo'ygan siyosatlar bilan rayon qalaymiqonchiligi va muqimsizligini qo'g'lishib, xalqning demokratiya umidini tajovuzchi diktatorlar uchun qurbon qiladigan, lekin o'yinlari Turkiya sababli buzilgan bir top davlatning ichki yuzlimchiligining bir isbotidir.